bilan 8-sinfdan men boshlaganman shug'ullanishni. Sabab maktabda bitta bola bilan gapimiz qo'shib qoldi, urishib qoldim. Shundan yana kaltaga yemaslik uchun dzyudoga borganman. Mening yaxshi ko'rgan priyomim seonagi. Shuni yoshlikdan qilib kelganman. Yaxshi ko'raman shu priyomni. Mening yaxshi ko'rgan dzyudochi sportsmenlardan gruziyalik Lyukhumetchik Bimyani. Chunki u juda ham azartli kurashadi. Yoshlikdan shunga qiziqardim, shunga havas qilardim. Kurashlariga, azartiga orqaga qaytmaydi. Shunga havas qilib, biz ham shunday kurashga harakat qilyapman men. Mening do'stim Davlat Bobonov dzyudoda. U bilan juda ko'p sirlashamiz. Shu xato kamchiliklarni birga tahlab musobaqalarda kurashamiz. Hamma yaxshi ko'rgan plov, yaxshi ko'raman shuni. Hamma o'zbeklar shu ovqatni juda yaxshi ko'rib yeyishadi yoshlikdan. Dzyudodan tashqari futbolni juda yaxshi ko'raman. Shu bilan ko'proq shug'ullanaman. Yana futboldan tashqari boks bilan shug'ullanib turaman. Qanday desam, bitta musobaqada kurashdim. U случайно bo'lib qolganda o'tirishim. Prosta shundan keyin Chelavik Pauk deb menga nima qo'yishdi, laqab qo'ydi. Shundan keyin Chelavik Pauk bo'lib ketdi. Bu birdaniga bo'lgan narsa. O'zim ham xohlamaganman bunday bo'lishini. Keyin shu bilan menga yoqib ketdi shu narsa. Keyin qilaverdim shuni. Birinchi marta Tunisga bordim 2008-yilga. O'sha payt oltin medal oldim. Yaponiya bilan kurash, yaponiyalik raqib bilan kurashib 66 kilogramm vazn toifasida. O'sha payt bir bo'lganimdan keyin golden skorgacha kurashuvdik. Undan keyin o'sha IGFdagilar, sudyalar kelib meni tabriklashdi o'sha payt. Xursand bo'ldim. Yoshlarga maslahatim, kichkina bolalarga menga o'xshab urushib qolib, dzyudoga bormasdan o'ziga yaxshi ko'rgan sportga borishlarini istayman.